Assalomu alaykum. Demak, Discord'dagi SQL bo'yicha 50 ta savolni 21-savolni boshlaymiz. Bizda gameplay analysis 4 degan savol ekan va bu ham o'rtacha qiyinlikdagi savol. Bu savol bundan oldingi ishlagan savolimiz bilan deyarli bir xil, faqat biza o'tgan safar o'sha kunda zakaz qilinganlarni topgan bo'lsa, endi bunda shunaqa gamerlar haqida savol ekan va agar gamer birinchi kun login qilgan kunidan ertasi kuni ham kirgan bo'lsa o'sha saytga o'yin o'ynash uchun o'sha odamni o'shanaqa odamlar nechtaligini topish kerak. Aynan nechtaligini emas, optionni necha foizini shunaqa odamlar tashkil qilishini topish kerak. Uzr, sal aynan o'zbekchada mana shu tushuntirib berish sal qiyin bo'lyapti. Nima demoqchi bo'lganimni? Shunaqa savol. Xuddi o'sha querydan foydalandim. To'g'risi men nomlari ham o'sha turishda turibdi. Bittadan o'zgarish qildim. O'tgan safar first order date bilan date'ni biz join qilgan bo'lsak, bundan oldingi savolda, endi o'shandan bitta oldingi kunga to'g'ri kelgan bo'lsa, first order birinchi qo'shilgan kuni bizada ikkinchi event date bo'ladi, ertasi kuni mana shu birinchi qo'shilgan kuniga teng bo'lgan bo'lsa, o'shandan birda ayirib tashlasak, men bu yerda birda ayirib tashlaganman. Birda ayirganimda o'sha birinchi kunga teng bo'lgan bo'lsa, o'shani join qilib oldimda. Endi men bu yerda average ishlamaydi. Bu yerda nima qildim? Chiqqan javoblarni count qildim table'da. O'shani option nechta o'zi player borligiga bo'lib yordim. Menda javob chiqdi. O'sha bundan oldingi savol bilan deyarli bir xil bo'lgani uchun buni to'liq tahlil qilayotmadim. Shunaqa queryni yozib qo'ydim. Bu yoqqa paste qilib submit qildim. Javobimni qabul qildi. 80% javoblardan ko'ra yaxshiroq chiqdi. Demak, biza aggregate functionlarni ham tugatdik va bizda yangi bo'lim, demak sorting and grouping bo'limi boshlandi.